Ulug'bek tur. Kanikulda ishlab maktab bozorga pul yig'aman degding. Oyi, men sizga nima qilaman? Tinch qo'yinglar. Ertalab turib tovuqlarim bozorda sotaman degding. Turmaysanmi? Voy, quyosh ketdi. To'g'lar olib sotishim kerak edi. Men sizlarga bog'liroq turg'izinglar deb aytdim-ku. Men turg'izinglar, oyi. To'g'ri bu yo'q edi. Olay tovuqni orqaga olib. Aka, yo'lkira pulni beraman, namincha. Bera qo'yinglar menga shuni. Ay, so'rayotgan pulingiz yegan yemini o'qlamaydi, o'ylab gapirasizmi? Gan qoqabet bo'ldi, bozor qaytotdi. Mendan boshqa hech kim olmaydi buni. Qiynalib o'qaman, yo'q. O'zing bilasan. Ha? 5000 qo'yishim bo'pti, 5000. 5000 nima bor endi ukam? Suolaman, yo'lkiraman, ishlataman. Bo'pti ber. Qapas pulni bermaysiz? Yo'q. O'zi shpatil ushlaganmisan? Yo'q, unaqa ishlar qilmaganman, lekin shu istirib olaman, eplayman. Sen shukurga ham qilolmasang kerak. Ol, gaplashing, nech puldan berasiz kuniga shunisidan hal qilaylik. Kanikulimga ham biroq qopti. O'zingiz bilasiz. Olchani ham sezoni tugayapti. Endi sekin suv sochish kerak. Ya olcha